uyda o'ltiradigan ayol o'qimaganlikdan yoki ish topolmaganlikdan uyda o'ltirib qolgan bo'lmasdan, balki o'ziga farz sifatida buyurilgan o'qishdan iborat vazifani yaxshi o'rinlab, umid yulduzlari bo'lgan farzandlarini o'z qo'li bilan tarbiyalashni o'zining sharafli xizmat qilib tanlagan ayoldir. Shundaqla bu xizmat uchun oilani muhim ish o'rni deb tonigan ayoldir. Uyda o'ltiradigan ayol jannat onalarning oyog'i ostida degan muborak ordenni taqash layoqatini qo'lga keltirishni yodidan chiqarmagan ayol. Uyda o'ltiradigan ayol hargizmi o'rganish va qobiliyat yetildirishdan mahrum bo'lgan ayol bo'lmasdan, balki millat va ummat taqozzosiga loyiq holda haqiqiy ona bo'lish uchun bo'sh vaqtlarda o'rganadigan, bolalarning taraqqiyot ehtiyoji uchun o'zini taraqqiy qildiradigan ayol. Uyda o'ltiradigan ayol g'urur va izzatni setish badaliga keladigan xizmat uchun talmirib yurishning o'rniga bolalarni e'tiqodliq, axloqliq, bilimli qilib tarbiyalash va ularning ikki dunyolik baxti uchun yuqori ma'naviy muqom bilan o'zini qorallantirgan ayol. Uyda o'ltirgan ayol o'zini qadrlamagan jamiyatdan qaqshab yurishning o'rniga jamiyatning hujayrisi bo'lgan oilani qo'liga elib, kelgusidagi go'zal jamiyatning insoniy asosini qurayotgan ayol. Uyda o'ltirgan ayol oilada tayyorni yeb o'ltirgan ayol bo'lmasdan, balki bilguchiligi balo uchun aytganda oilasining barakati, erning orqa tiragi, kelgusidagi olim yoki hokim avlodlarning tunji o'qituvchisi. Uyda o'ltirgan ayol hargizmi tuhfsiz ayol bo'lmasdan, mehri orqali bolalarga muhabbatni o'rgatgan, ayollik kuchi orqali erlarga madad bergan, diyonati orqali avval oilaga, shu orqali jamiyatga iymon beg'ishlagan ayol. Uyda o'ltirgan ayol moddiy bayoshatlikning kushandisi bo'lmasdan, oilani bozor va iste'molning talto'kis quli bo'lib qolishdan saqlaydigan, oilani harom va makruhlardan xoli qiladigan, oilaning har turli faoliyatini ibodatga aylantiradigan ayol. Uyda o'ltiradigan ayol hargizmi romantik turmushni unutib ketgan ayol bo'lmasdan, balki oila a'zolarini dasturxon atrofiga yig'ib, oilani jalbkor qiladigan so'ygu san'atkori ham vafo qahramoni. Uyda o'ltirgan ayol qandoqdir oddiy bir uyning sohibxoni bo'lmasdan, balki bu dunyodagi halovatning barpochisi. U oilani bir kichik jannatga aylantirish orqali ma'naviy kuch, aqida hosil qilib haqiqiy jannatga ko'rik yasaydi.